Okalar, Toshkentning havosidan zerikdinglar. Men sizlarga Qibraydan uchastka topib qo'ydim. 2 sotixlik joyimizda 70% tayyor holatda, hamma qulayliklari bilan birinchi etaj to'liq to'pli pol qilingan, ikkinchi etaj qisman to'pli pol qilingan. Birinchi etajda 3 ta xona bor, ikkinchi etajda 4 ta xona bor. 2 ta oila bemalol yashasa bo'ladi. Eshiklarimiz отдельно mexanizmdan qilingan, o'zi yopilib, o'zi ochiladigan eshiklardan. Bu yoqda zeleniy zonalarimiz bor. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Hamma sharoitlari bor. Atrofida maktab, bog'cha deysizlar, hammasi bor. Yo'l yuzida joylashgan uyimizni sizlarga to'liq ko'rsatib o'taman. Sizlarga birinchi etajdan to'liq obzor qilib beramiz. Sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tsam, birinchi etajda 3 ta xonamiz bor, ikkinchi etajda 4 ta xonamiz bor. Endi qani xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Endi sizlarga bitta ma'lumot berib o'taman. Romlari ideal mexanizmdan qilingan, eng sifatli materiallardan ishlatilgan. 100% pishgan qishdan qilingan uyimizni sizlarga arzon narxda narxini taxmin qilib turinglar. Videoni oxirida aytib o'taman. Sizlarga ikkinchi etajni to'liq obzor qilib beramiz. Eng zo'r joyini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu yerda qarasanglar, ozgina kichkinagina balkon qilib qo'ygan. Toza havodan nafas olib, takoy o'tirgani, mazza qilib o'tiradigan joyi. Endi sizlarga to'liq qolgan xonalarni ham obzor qilib beramiz. Qani ketdik.